Bizning Koreylar bilan bo'lgan ittifoqimiz oxirlashdi. Endi ittifoqchisiz ahvolda qoldik. Buningdan keyingi yo'lni o'zimizga tayinib mangamiz. Ota-bola Amirxonlar nimaga arziydi? Ularga necha qitim yordamlashdik. Ularchu necha qitim bizdan yuz o'rdi. Bu qitim yana tuyuqsiz hujum qildi. Bundaqmi nomussiz odam bo'lamdi? Umi bo'g'ini. Kilarga zarba berish nishonimiz Koreylar bo'ladi. Biroq hozircha savr qilib turaylik. Hammanglarga ma'lum, hozir aran 4400 odamimizda qoldi. Enim Qasarning yo o'lganligi yo tirikligi ta hozirgacha ma'lum emas. Amirxonni bir yo'lni yo'qotishga qudratimiz yetmaydi. Shunga hozircha ikki ishni qilmasak bo'lmaydi. Buning biri elchi avatib Amirxon bilan yarashish. Yarashamdiq. Qag'an ota. Amirxon yarashishga unamdi. Amirxon yarashmay qolmaydi. O butun vujudini aysoq otib o'tgan qira amoqqa tursa. Gap Jamuqqa, Quchar, Dag'aritay, yana taslim bo'lgan ashu Mong'ol sarkarlarida. O'g'illarimni avatayli. Jiyanim bilan qarindoshlarimning uni qandoq o'ltirib yetadiganini bir ko'ray. Men boray. Men berib Dag'aritay tog'am ham Quchar akam bilan ko'rishib boqay. Balgutayda Amirxonning qilichiga tetiyolug'idek jasorat bor. Yana pamparasatli qurchimi sen bilan billa borsin. Bo'ladi. Biroq Balgutay cho'qim gapini anglamasa bo'lmaydi. Sizdan nima? Ha, Amirxonning kallamni elib o'tishini xohlamayman. To'g'ri, qo'rchining kallasi kelgusida olmoqchi bo'lgan 30 xotinga lozim bo'ladi emasmi? Buning kulgidek nimasi bor? Qurchi, o'ylag'anlaringni deb boq. Bu qitim yarishishga borsak, Jamuqa, Dag'aratay deganlar bilan so'zlashishning faqat hojati yo'q. Asosan Amirxon bilan so'zlashimiz. Turli amallar bilan so'zlashib, Amirxonning yuzini shalparda qizarta olsak, yana uni Aysoning oldida tovuqdek ahvolga tushirib qo'ya olsak, sog'liqdan omon eson tug'dirgan bo'lamiz. Yaraysan. Digining bo'yicha bo'lsin. Yarashish maqsadiga yetamizsanglarmi? Kim deganda bir mezgil vaqtni qo'lga keltirgaysizlar. Bu o'zimizni o'ngishimiz shartmi? Ha, qiladigan ikkinchi ishimiz shuki, darhol chekinaylik. Kun chiqishga chekinaylik. Qo'lim bo'yi yayliqqa ketaylik. Qasar akamlarni qanday qilamiz? Ketaverayli. Hammaylar omon eson qolsaqlar, yana didorlashishga fursat chiqibmi qola. Amsa, shundoq bo'lsin. Qo'shinimizda oziq-tulik az qoldi. Charovlarmi qolmadi. Otlarni so'yib yevatsak bo'lmas. Kelgusida Amirxon bilan urushganda yana kerak bo'ladi emasmi? Hammanglar yavoy hayvonlardek o'g'lab yeb turasizlar. Balgutay, Tömürchin uchun qon qisosini qaytarg'il keldingmi? Ularni o'ltirib yetaylik. Kila, bu yerga tiqa. Men Balgutay ko'zimni mit qilib qo'ysam, sizlar karaylardan bo'lib ketay. Bu har qaysilaring nima qilish qoldiray, ha? Qo'limizda to'mirning puchug'i bo'lmasa, mushunchalar nurg'un tig'ni tanglamsizlar. Shum og'zonjum. Agar ulug' Amirxonmi biz ikki elchining gapini anglashni xohlamasa, bo'ldi. Bir ig'izmi gap qilmaymiz. Amirxon, qo'tanga kirgan bu ikki qo'zni o'ltirmak oson-ku. Avval ularning nima deydiganligini anglab boqmamdilar. Ular Tömürchinga vakolatdan taslim bo'g'ili keldi-mu tabi. Hammanglar chiqib ketinglar, chiqib ketinglar. Amiz ularga yana ozroq yashash fursati beraylik. Xonata, akam sizlardan shuni so'rab beqishni avval qildi. Biz zodi nima gunoh qildik? Qaysi ishimizga bunchalar g'azablanib ketdilar? Nima uchun arzimas o'g'illar bilan yarmas kelinlarga bunchalar ochiq qildilar? Nima uchun uyqumiz qilib qo'shig'imiz to'yg'anda ondan tanbeh bermaydilar? Nima uchun yerim tunda aromimizni buzib qo'shimizni o'rib o'tdilar? Nima uchun o'chog'imizni o'rib o'timizni o'chirib o'tdilar? Bizni nima uchun xotirjam yashashga qo'ymay, uy makonsiz qilib o'tdilar? Qolganimiz yana bizga Amirxon oqko'ngil odam, bizga azaldan ko'yinib kelgan. Bu qitim cho'qim oramizga birisi sovuqchilik sog'an o'xshaydi. O'z xohishi bo'yicha hargiz bunday qilmaydi dedi. Ras. Og'zim yum.
Emirhan'ı ağzını yum de adam siz. Seni ağzını yum dedim. Bu kereyler Emirhan'ın altın kubuluk orduçidiri. Siz Cadaran Gürhan'ın buyruq şurada yeri emez. Esinizde bolsun. Emirhan'ın aldıda kişiga lokma saladigan egiziniz ne, saqqagan kallınız ne, qağanımız, yani Emirhan'ın oğlu Tömürçin sizga sadaqa qilgan. Quruq gap. Bo'ldi. Oldimda to'la yo'qolan gaplarni talashmanglar. Balki o'tay. Boya akangizning aramizga bir so'g'uqchilik salgan o'xshadi degan gapini yetkazgan edingiz. Undaq ish yo'q. Ya xon ota, esimda qilishcha bultur akam sizlarning al qavmlarini, mol mulklarini, charu mollarini ham qora tun yaylig'ini Naymanlarning qo'lidan ilib qaytirib bergan chaqda padarim, o'g'lim deyishib, kimdikim zarlik yilondak yomon niyatda do'stligimizni buzmoqchi bo'lsa, 100 dirani o'zaro tushundirib, uqishmaslikni tugitimiz deb iniq degan edilar. Qora tunda qilgan qasamlari yilimi qulug'imda turibdi, lekin sizlarchu quruq tuhmatning kayniga kirib, qasamlarga amal qilmasizlar, qandoqmi ijin inoq o'tkili bo'ladi. Amaliyotda qog'onimiz necha 10 yildan beri sizlarni o'z dadisida hurmatlab keldi. U doim bizga karaylar bilan mo'ng'ullar harbining ikki shotisiga o'xshaydi. Bir shoti sunib ketsa, o'kuz harbini so'rayolmaydi. Yana ular harbining ikki chaqiga o'xshaydi. Bir chaqi sunib ketsa, harbi o'rnida qo'zg'alolmaydi deb nasihat qilib kelgan edi. Akam mushularni o'ylag'ashqa, sizlar bilan birga yayloqdagi har qaysi qabilalarga jazo yurish qilgan, asirga tushganlarni sizlarga al qilib bergan. Sizlar bu qatim ularga tayinib bizga hujum qildilar. Xonata, bizni nima ish qilib bunday jazolaydilar? Biz har qancha o'ylabmi, buni tegiga yetammidik. Bo'ldi. Bo'ldi qilinglar. Qirg'inimda oljigan o'xshayman. Berib Tömürchinga deb qo'yinglar. Bundan keyin o'g'lim Tömürchinga yana olli ko'ngillik qilsam, o'ligim talada qolsin. Gapimni angladinglarmi? Hech kim Tömürchinning payida bo'lmasin. Hech kim Tömürchinni jazolash xiyolida bo'lmasin. Chaqagan bu. Tayir olsun. Qasardan xotin bola chaqalarini qo'yib etinglar. Belgutay bilan qurchi ep ketsin. Ham qoritundan sog' salomat uzitib qo'yinglar. Ular ig'zini ochqicha o'ltirib bo'pti-ki. Ularni o'ltirib etsangiz, kereylar bilan Tömürchinning ittifoqi butunlay tugaydi. Menga kergimi mush edi. Ya'ni nimaga qarab tursiz? Chaqagan budun qo'rqyotamsiz yoki belgutaydimmi? Ulardan qo'rqatdimmi? Belgutay, akangizga deb qo'ying. Amirxonning unda qasamlarga ishonmasin. Hozirgi u ko'nglidagi rost gapni dedi. Lekin bu akamni 5 qo'ldek tushunaman deganlarga ega bo'lamaydi. Keyin yana sangum uning burnidan yetaklaverdi. Chaqagan bu taqa himmatingizga rahmat. Undaqmi bo'lmas. Meningcha bu qitimqi o'qishmaslikni tugatgandan keyin karaylar bilan qiyonlar burunqidimi inoq o'tandi tegi, ha? To'xtanglar! Faqat bo'linglar. Sangumdan yana kelibdi. Amirxon xabar qilay. Belgutay, qo'rchi, qora tunda tirik chiqib ketamiz deysizlar? Sangum, qog'onimiz bilan ishkinglar tutib qarindosh-ku, ha? Qog'onimiz o'zini dil rishtidan to'ralgan o'g'li deydi. Sizni bo'lsa o'z pushtidan to'ralgan o'g'li deydi. Xon otanglar sizlarga bir ko'z qaraydi emasmi? Sizni insof qilib qog'onimizga qasddan ziyonkashlik qilmasangiz bo'ladi. Ham unda qilishingizning bu zarurati yo'q edi. Ishkinglar yaxshi akif-ku bo'lib o'ssanglar bo'lmamdi. Bo'ldilar. Tömürchin dadamni xon ota, Amir ota deb og'zidan tushirmagini bilan keynidan qeri qonxo'r deb tillaydi ekan-ku. Undaq demidi, hargiz undaq demaydi. Yana batiqi, u og'zini meni ufkam deb qo'ygani bilan keynimdan ishplos mutham deb tillaydi-ki. Siz shunday qaramsiz? Tömürchin hargiz undaq gapni demaydi. Ya'ni shu jamoqa qushorlar sizga shunday degandi. Sangum, mayli ishining yoki ishonmang ish qilib qolganimiz ko'zinglardan yiroq ketmoqchi. El qavmlarni boshlab kun chiqish tarafdagi yayloq ko'chib ketmoqchi bo'ldi. Xon otamizni yashanganda xotirjam qilib, uningga bosh og'rig'i tep bermagaysiz. Yuringlar. Nega? Yüzümdeki ok yarısını gördünler mi? Anılsam rakibinin qini yarını saqayta alamış.
Endi ajiling toshdi. Sengim, ularni qo'yib eting. Qanotingiz shundoq degan. Men undaq demagan. Kelinglar, ularni qiyim-chiyim qilib o'tinglar. Qo'l qilaman! Urishmanglar! Qo'l qilinglar, urishmanglar! Qo'lingni tut! Qo'llaringni tut deyman! Sengim, hey sengim! Azrail jinimni og'cha, birdan bo'lsin oromimni qo'ysang bo'lmamdi. Xon ota, olmasda ruhlarini chirmib oldimi? Qarab tursizlar. To'mirchin qachonla bo'lmasin bosh suvaklarini ko'mishni naqshlab jam qiladi. Men unda qog'ima. Deganimdek bo'ladi. Tangirdan yomonni ra'yo qo'yib berganliklari uchun kechirim so'rag'aylar. Kelinglar, qasarning xotin balchaqalarini tutib kelinglar. Amirxon, ajaba bolalarni bosh quramandilar. Og'zini yum. Qasarning xotinini urushda asirga olganman. Uni qanday qilishni o'zim belgilayman. Balgutay, bo'ldi qiling. Qasardan hozirgacha xabar yo'q. Sizlar hozircha ketib turinglar. Belgutay, ishqinglar ko'zimda yo'qolib o'limni kutinglar. To'mirchinga urush e'lon qilaman. Agar u yengilsa, el qavmlari menga tava bo'ladi. Siz yengilsangizchi? Hargiz yengilmayman. Yuringlar. Taga! Keraylar, tugishilgan bo'ldi. Tangrim, vafosiz o'g'limning ro'yini qutuldirg'aysan. Qog'onim, yorish ishini ko'ngildagidek bajaramadim. Yo'q. Bu ishni obdan bajardinglar. Eng bo'lmaganda Amirxon bilan Sengim o'tirsidagi arazlikni bildik. Sengimning bizga yana hujum qilganligini bildik. Bu qatam bekaja bachakmabsizlar. Berib Balgutaga deb qo'y. O boshqa sarkarlarga o'xshash qurultay qatnashchi bo'ladi. Buni qog'onim o'zdir deganlar tuzukmikin? Ma'qul. Qog'onim, qana qilamiz? Nimani qanday qilamiz? Boshqalarning toyg'ini mushundoq kutib o'tiramdik, otlansak bo'ladi-ku. Yo'q. Ketaylik. Ketaylik? Nega? Kun chiqishga. Keraylar bilan Naymonlardan qancha yiroqlasak, shuncha yaxshi. Tuğ, çaqqan bol, otni yak, çaqqa yak. Ma'qul dada, uqdim. Men hozir yaqay. Mushishlik odam qapti-ku. Ular siz uxlayotganda qochib ketdi. Sen nimişik qaçmıdın? Men Tatar. Nökörüngizden başqa hammamiz o'tganda siz qutuldirib olgan tatarlar bo'lamiz. İsmin nima? Mendak ota bobosining nomiga dog' tekizgan odamning ismini tilga og'chiligi yo'q. Meni qora soqol deb chaqiring. Ma'qul, qarsaqal.
Qasar nədə жүрgəndi o? Neçə yıldan beri sen bilen birlikte nurgun capalarını çekti. Menden bundaq burunla ayrılıp ketmesi bo'ladi. Ana, Qasar kichikdan japan to'la chekkashga beshiq har qancha azob oqibatkasimi bardoshlik berib yashay oladi. Hech nim bo'lmaydi. Lekin o nerede? Nerede juraydi xanda? O bizni topa oladi. Cho'qim topa oladi. Biz köşkən sira jiraqlab ketimiz. O bizga yetişəlami? Havamız sovidi. Ularning oziq-tulik bo'lmasa. Yaylaq bor. Yaylaqli bo'ladi ekan. Mo'ng'ullar yashay oladi. Qaraqalcı çölü urushidan keyin To'mirchan holidan ketdi. Amirxonmi ig'ir talafotga uchirdi. Ya'ni kelib, ota-bola ikkisi arazlashdi. Ular endi bizning soydaydigan darximiz bo'lolmaydi. Uningdan ko'ra biz birlashib bu daraxtni kesib etganimiz tuzuk. Ota-bola bizga boshpana bo'ldi-ku. Jamoqa, sizning hozirgi al-qavmingizning hammasini Amirxon bergan-ku. Unda qilsak, yaxshi bo'lmasmikin? Nemisi yaxshi bo'lmaydi ekan. Uch daryoning bosh eqini biz Mo'ng'ullarning qadimiy oyliqi. Uni hargiz keraklarga bermasligimiz kerak. Undaqda Amirxon bilan Song'unni o'ltirib etsak, biz qanday qilamiz? O'zimiz xon bo'lamiz. Kim qolgan bo'ladi buni? Albatta, sizlar saylaysizlar-da. Ya'ni kelib hammamiz Mo'ng'ul. Buni kelishib olamiz-ku. Yengishga ishonch qila olamsizlar. Qapqonni qurib qo'yib o'zinglarning puti qisilib qolmasin. O'q dushmanga tegmay, kirish qulqinglarni uzib etmasin yana. Quchar bilan planlab qo'ydik. Hozir cheriklarimiz Amirxonga tankilanmaydi. Lekin tuyuqsiz hujum qilish usulini qo'llanaylik. Amirxonning o'rdachidirib udul besib kirib, uning inilari bilan sangumni o'ltirib etsak, ularning odamlari har qancha jiq bo'lsa-mu, sarkisiz padadak tamtirab qoladi. Qandaq? Shunda qilamdoq. Shunda qaror kelgan bo'lsanglar, shunda qilaylik. Yaraysiz. Nima bo'ldi? Nima sho'g'andi? Chataq bo'ldi. Uxib qolgan o'xshaydi. Tez mangayli. Atqı mininglar. Yürünglar. Tez kaçaydı. Biz çıkıp gideydi. Oh laneti. O keçip ketipti. Jamoqa, hey Jamoqa. Sizdan nima desam bo'la? Siz shuncha pamparasatlik odam. Afsuski niyatingizning yomonligidan hech qanday ishingiz amalga oshmayotdi. Mana hujum qildik. Kishining darixi ostiga u qurib edik. Bunimi buzib etdingiz? Endi qanday qilamiz? Ey qari. Sen chandurib qo'ygan o'xshamamsan. Agar men chandurib qo'ygan bo'lsam, sizlar bilan lolmikdak yuratdimmi? Bo'ldi, talashmanglar. Hammamiz makonimiz turib, makonsiz. Elimiz turib, elsiz yuriyotimiz. Eng yaxshisi o'ltirib nima deyishaylik. Qara. Faqat birla amal bor. Nima amal? Naymanxonni Tayanxonga bayat qilaylik. Endi Amirxonning qeshiga borolmaymiz. To'mirchan Yiroqdagi qo'limbo yer cho'ng yaylig'iga ketdi. Ya'ni kelib, uning bilan qattiq o'chakishib qoldik. Faqat Tayanxon bilan aloqalashib baxmadik. Bu yana To'mirchan bilan Amirxonning kushandisi. Meningcha u cho'qim bizga boshpana bo'lib, bizni e'tiborlab ishlatishi mumkin. Meningcha shunda qilmay amal yo'q. Barsaq boraylik. Kimki Amirxon bilan To'mirchanning dushmanlari bo'ladi ekan, ular bizning do'stimiz bo'ladi. Basanglar, o'zinglar beringlar. Siz-chi? To'mirchanning qishiga boraman. To'mirchanga beqinib men bilan qarshilashmoqchimisan? Isit,
Tömürcindan ayrılmasak bo'pti ekan. Undaqda bizning yuz o'rmoqchimi? Burunli mush xiyol ekan senda. Shundaqmi? O'ltiribsam seni. Jamuqa, bu nima qilganingiz? Ha? Bo'pti. Oltin. O meni o'ldiribasiz. Saqalimni oqardi. O'lsam, sarsanliq, sargardonlik yurmasman. Jamuqa, qilishni qo'ying. Taga, Tömürchinga beqinmoqchi bo'lsangiz, uning nadiligini bilamsiz. Hozir uni topmoq qiyinmikin? Uni topamizsam, Ushdaryoning bosh yaqinida charo baqqash saqlayman. O, shundoq o'yga kelgan bo'lsa, biz o'z yo'limizga mangaylik. Kishilar mag'lub bo'g'ining tog'dan qulab tushganang deydi ekan. Qora qolji cho'li urushidan keyin necha ming chaqirim yo'lni bosdik. Necha tuman kishilik el qavmimizdan necha ming odamlar qoldi. Yana mushundaq yuraversak, men Tömürchin makonsiz yetim bo'lib qoladigan o'xshayman. Unda qo'lamdigan to'rt kuliklari, to'rt o'g'illari taraf-tarafdan tarab ketgan chiriklarni yig'yotmamdi. Shundoq. Kun chiqishdagi yayloqning yer zimini ekan. Al qavmlari ko'p. Ashbashdugicha necha tuman chirikni to'play olamiz. Bilaman. Lekin ming bir jafo chiqqan shuncha nurg'un el qavm ham mol-mulklardan ayrildik. Yana kelib shuncha ko'p sarkarda qarindoshlarimizdan ayrildik. Qaqani, bizni tanıdılımı? Ikkilari buyuk oltin xonligining elchisi deyman. Kaminalari yo'lliq aqay. Bu inim yo'lliq buqa. O bütün jahonni kezgan Uyg'ur savdogar Savut. O'tir tuzlanlikdagi jamoat uni jinqay deb ataydi. Uchilari Qaqanimizga bay'at qilg'ili keldik. Manga? Mushu kunlarda men teri-peran bo'lib yuribsam. Yo'qsa, qaqani. Sizlar mushkulat ichida tug'ilib, azob oqibati cho'ng bo'lgan, ulug' ishni ko'ngillariga ko'p chidab g'ayrat bilan yashayotdilar. Fazilat ham farosatda nom qozondilar. Cho'qim ulug' ishlarni vujudga chiqara oladilar. Jo'rjitlarning qitan elini munqariz qilganligidan qisas ilish uchun enim ishkimiz sizlar qaqanimizga hamdamni bo'lishga keldik. Qaqanim boshpana bo'lg'aylar. Men jinqay so'd setiq bilan jahonni kezganman. Qag'onimiz kelgusida cho'qim jahonning g'ojisi bo'ladilar. Men so'd setiqni tashlab tasarruflarga kirishni niyat qilib oldinlarga keldim. Barliq mol dunyolarimni chiriklarining ta'minotiga hadiya qilmoqchiman. Ko'p tavob qilib qabul qilalar. Bo'ladi. Rahmat sizlarga. Rahmat har qaysinglarga. Tez turinglar, turinglar. Yo'lliq aqay, o'tganda shu joyda o'zimni tutib olmay qoptiman. Apo qag'aysizlar, ha? O'tganda bizmi oldiraqsanlik qilibmiz. Ha, qanamsa, bu yerda o'tiraylik. Kelinglar. Obdan. Yo'lliq aqay. Akini ishkinglardan Oltinxon bilan uning vazir vuziralari ham al-bodollarining ahvolini shundaqla Oltinxonlikqa doir hamma ishlarni bilgim bor edi. Bu ne jinqay deb pasor. O Oltinxonligidan boshqa sizlarga yana So'ngxonligi, Qarqitan, Tang'ut, Xorazm, Sham, Ozarbayjon va O'rislarga doir ishlarni deb beralaydi. So'zlanglar, akini ishkinglarni so'zlab beringlar. 7 kunda so'zlasanglar mayli. Baya makonsiz yetim bo'lib qoldigan o'xshaymiz deb qag'onimizning ro'yi tushib ketgan edi. Endi yayloqning sirtidagi ishlarga qiziqyotidi. Qag'onimizning o'zini tanho g'irib chalg'anligi yaxshi ishdan bishorat bo'lg'ay. Akringlar. Ulug' tayanxon oliylari, Peqir Sabroq farmonlar bo'yicha taslim bo'lgan jamoqalarni keldim. Qandaq?
ularning badanlaridan bir xil tap purqi kelamdikan. Rost shundoq ket. Sizlar uchunlar Mo'ng'ulma? Ha. Karaylar Amir xonining yenidan keldinglarmi? Amir xonga ayg'oqchilik qilg'ili kelibsizlar-da. Yo'qsa, ulug' Tayanxon aliyleri sizlarga bay'at qilg'ili keldik. Sizning karaylarni yo'qtib, yayloqda davron surishlarga hamdamni bo'lishga keldik. Deganlaringning rost ekanligiga kim guvoh bo'la oladi? Kelinglar, ab chiqib qolsanglar. Xo'p. Tayanxon! Odam o'tib, surishtirib boqmamdilar. Unda qilib nima japa? Kallanglarni olsam ish osolib bitmamdi. Shundoqmi Gurbasi xonish? Bo'lsanglarchi, meni uyqu besib ketdi. Tayanxon, Jamuqalarning chin ko'nglidan beqing'il kelganligiga men guvoh bo'la olaman. Rasma, Bu uchaylan to'mirchini tashlab ketgandan keyin bo'ldi tushundirma. Bo'pti, uchinglar qilinglar. Kushxonzada, avval ularni chirkoga opirib, g'usli ta'mid qildiringlar. Undan keyin muvofiq amal bo'lsa, ularga beringlar. Tangrim sizlarni o'z panohida saqlag'ay. Bular sizlar degan helqi bizga bay'at qilg'il kelgan Mo'ng'ullarmi? Ha. Nayman ulusiga samimiyat bilan kelgan bo'g'aysizlar. Tayanxon menga sizlarning samimiyatinglarni sinab beqishni buyurdi. Qani, sizlar savollarimga qanday javob berasizlar ekan? Yuringlar. Bu yoqqa kelinglar. Hammanglar bu yoqqa kelinglar. Jamoqa, Nayman ulusiga chin dilingizdan bay'at qilamsiz. Shunday qilaman. Siz Naymanlar xonning huzuriga ayg'oqchilikka keldingizmi, yo'q? Undaq emas. Agar yolg'on etsangiz, sizni kalkun yutib ketadi. Qani tushing. Siz Nayman xonni Tayanxonga chin dilingizdan bay'at qilamsiz. Nima? Siz Nayman xonni Tayanxonga chin dilingizdan bay'at qilamsiz. Shundoq qilaman. Agar yolg'on etsangiz, kalkunga g'arq bo'lib, jiningizdan ayrilasiz. Sizmi chin dilingizdan Tayanxonga bay'at qilamsiz? Ha, shundoq, chin dilimdan bay'at qilaman. Hay, odamning samimiyatini mushundoq sinaydiganlarmi bor ekan, ha? Yana kelib, buningdanmi o'ta ahmoqona usul bo'lamdi. Jamoqa, bu Tayanxon degan zot qanday qablaq, ha? Kishini eng g'azablantirgani shuki, u xotinining kayniga kirib, vazir sarkarlarining oldida badnimizni purdi. U faqat odam qatorida ko'midi bizni. Bundaqligini boldir bilgan bo'lsak, Tag'artay tag'am bilan berib, to'mirchingga bay'at qilatdik ekan.
Qağanım, Moğollarning o o'lishi urush qilganga o'xshaydi ekan. To'g'ri deysiz. Urush qilmaganda odamlarimni bo'libmi, balog'atga yetmagan bolalarni o'g'latqizaman. Bolalarga o'g'ni qanday o'g'lashni o'rgatsak, jafo mushaqqatga chidash irodasi ham jismoniy kuchi shuning qarta yetilib boradi. Shundoq bo'lgandalar, kelgusida ular janggohda dushman yo'liqqanda botirlik bilan hujumga o'talaydi. Men mashriqdan mag'ribgacha, janubdan shimolgacha nurg'un allarni kezgan. Lekin bundaq botir jasur qo'shinni ko'mabdi ekanman. To'xtanglar! To'xta! 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 Sen zodi kim? Subutay tağa. To'q. Subutay tağa. Dada. Taptık. Çok dadamlarını taptık. Cho'q dadang nerede ekan? Ayet iken. Nerede? Ana. Tevri güçlü. Ahır ulanı taptık. Aka! Aka! Qasar! Aka! Qasar, sen tek hayatman. Tek hayatman. Ölmedim. Hayatmı sen? Aka! Tek hayatman. Aka! Qasar! Aka! Bu ishkilarni sen ko'rgan. So'ng shu joyda Qag'on og'amga bayat qilmoqchi bo'lgan Oltunxonliqning elchisi-ku. O butun jahonni kezgan Uyg'ur boy savdogar Jinqay apandi. O jimi iqlimdagi ishlarni degidek biladi ekan. Necha kundan beri uning parang'i erisib ketdik. Amirxon aytib bergan Injil qissalaridimi qiziqqan ma'nilik ekan. Rasma? Masalan, Oltunxonliqning ahvoli qandoq, So'xandonliqning ahvoli qandoq, G'arbiy qit'alar qayerda, u hammasiga beribdi. Jin uni nima deb atayman? Hammamiz o'ttir tuznanliklarning odati bo'yicha uni Jinqay apandi deb atadik. Fursat bo'lsa, mening Jinqay apandidan yangiliklar haqidagi paranglarni anglag'im bor. Yana azroq yemsan. Bu nima? Jinqay apandi og'ash kelgan o'ttir tuznanliklar yeydigan oshliq ekan. Tamlakan. Yana usipasinmi? Hey, rahat farog'atni bir kundala o'tkazib olsak bo'lmas. Voh, chediringlarmi shuncha chiroyli ekan. Kuninglar yomon emas ekan-ku. Qasar tağa, kuninglar yomon emaskan deysiz-ku. Bu chedirni Jinqay apandi so'g'ib qildi. Buningdan ilgari necha oylab tala tuzladi yotdiqdan, ha? Amirxon degan ashu qeri bizni mushu kuniga qo'ydi. Bu qissasni cho'qim olaman. Az qoldi. Naq vaqtida kelding. Aram elib asling kelib olsang, ondan Amirxon hujum qilish to'g'riliq maslahatlashimiz. Bo'ladi. Vaqtim taq bo'ldi. Bir kulak kep kaldı. Tutunlar. Bunlar, siz bunlar. Qulankan. Ço. Qasar sanıg'ın haqiqatan mergen ekan. Jinqay birodar, qag'onimizmi margan? Yo'qsa, biz aka-inilar to'rt botirimning biri bo'lgan Jabaning oldida margan hisoblanmaymiz. Mo'ng'ullarda qobil odamlar rostchiq ekan. Kelinglar, ot go'shtini akilinglar. Xo'p. Bu ko'k tangrining biz qarindoshlarning jam bo'lganligiga ato qilgan isl ne'mati. Marhamat. Marhamat. Voy, Qag'on og'a. Qanday bo'ldi? Qaynadi, az qoldi. Bo'ldi. Sizlar chala pissa mezlik bo'ladi. Bulunlar. Nefsim takıldap şölgelerim ekip gitti. Voy, ejir qolib ketgan. Hey, tovoqlarni aykilinglar. Ot go'sht pishdi. Bo'linglar, chaqqan bo'linglar. Toshdan o't chiqardik. Suvni sharob o'rnida tutdik. Ömür bo'yi astin chiqmaydigan so'rin bo'ldi-da. Kelinglar. Ichib o'taylik.
Bu sharab bek qo'yiqkan. Kelme. Bu şarap koyuk emas, güçlük. Kelala, yana bir kasını içeyli. Bugün kulanın göğsünü ozuk, balcın kölünün doğ suyunu şarap kılıdığan muşundaq azaplık günüge kaldık. Lekin serkerdilerim kılçı vaysimidi, hem zadıl iradesi tevrelmedi. Eğer kök tanrım şapaat kılıp, ulug işten emelge aşırışımı medet berse, men tömürçin çokum sizler bilen japanımı halavetimi ten görümen. Adak, cemnepes, tağdırdaş bop ötümen. Kıdı, içeyli. Miladi 1203-yili kuzda dam ilib kuchi asliga kelgan To'mirchin karaylarga qarshi urush qo'zg'adi. To'q, bu qatim qamlashtıra olamsan yo'q, bir ko'rib baqay. Xotirjam usta cho'ngdada. Biz mandiq. Cho'p. Cho'p. Sen gümdün anlasam, dadan qasarmağın beqinmaqçı boptu. Bu rasmı? Ras. Yalğandan taslim olmaydigandı. Nemegi jıqlaysan? Anamni seg'inib ketdim. Oğlum, jıqlama. Tanrım ananı öz panaydı saqlaydı. O hazır yaxşı turuvatıdı. Sal turup birazını qo'shib beray, billi berib ananı ko'rib kel. Dadan hazır qandaqaroq? Dadam, cho'ng dadam To'mirchinning qishig'i ketmoqchi bo'lgan. Lekin uning izlerigini alamedi. Yol boyu sürüştürdük. Hiç kim onun ne ketkenligini uqmaydı ekan. Bugün kecha öymaktansız yüreğimiz. Oğlum, bo'ldi, yenimdi qilinglar. Emirxon, rahmat sizlarga. Biroq dadam sizlarni yaqinlardan birini avat va'da beralsa, Emirxonning xizmatida bo'laman degan edi. Bo'ladi, to'q. Berib dadangga deb qo'y. Uningdek batur, talantli sarkarda qishimga kelsa, albatta ativolab ishiltiman, ham tortiqlayman. Emirxon, To'mirchin bilan tag'i yaqinda qasamlashib yarashgan. Bugun yana To'mirchinning inisini olib qoldi. Bundaq tikichi to'xtamasa, kim uningga ishinadi? Siz nima ish quningga nasihat qilib qo'ymaysiz? Mening bu akam nasihat anglaydigan odammi? Keraklar ig'ir talafotga uchirdi. Kunlarning birida cho'qim mushu ota-bola ikkisining qo'lida munqariz bo'ladi. Keraklarning munqariz bo'lishiga qarab turmaydigansiz, ha? Tayrosun, siz markitlarning esilzodisi. Ota-bola to'qto'g'an Naymon ulusidimi? Bu gapchi siz. Al qavmlarim bilanla Tayan xonga bayat qilsam-mikin deyman. Meni tanishtirib qo'ya olasizmi? Siz Emirxonning bir qo'sa qerindish turib, uni tashlab maqmoqchi bo'layotgan yerda, mendek bir asirning yo'q deyishga nima etdim? Yaxshi. Oqshomni qo'zg'alayli. Xon ota, chaqagan bu tag'am Tayir O'sin bilan qora tunda ketibdi. Nega ketibdi? Anlasam Tayan xonga bayat qilg'il ketibdi. Nima ishqa? Nima uchun? Ulan tutib kelib so'rab baqaymi? Yo'q. Keraklar To'mirchin bilan urushgandan keyin Jamuqa bilan Dag'aritay qatorliqlar kayni-kaynidan ketdi. Biz hozir bek ojizlab ketdik. Endi qarindoshlar orasidagi mojaroni ko'tarolmaymiz. Agar ular kelsa, u chaqda texmi ojizlab ketmaymizmi? Yaxshi yeri, Qasar bizga beqinmoqchi bo'pti. Agar qudrat topadigan bo'lsak, burunqidek yayloqdagi botirlar iz besib oldimizga keladigan kunlarmi keladi. Bundaq azmila qilib yursalar, undaq kunlar hargiz kelmaydi. Zuvaningni yig'. Agar sen qaramlarcha urushparastlik ham shuhratparastlik qilmagan bo'lsang, To'mirchin bilan ittifoqimizni buzmagan bo'lsak, hammaning qog'ishiga uchraydiqmi? Sizlar haqiqatan qiron sira oljib qilyotdilar. Sen menga mushundaq gap